Imperial Club City'da joylashgan xonadonimizga qilgan remont ishlarimiz bilan bitta tanishtiraman. Birinchi bo'lib eshigimizga qo'ygan zamogimizdan. Bu zamogimiz xohlasangiz отпечаткада ochiladi, xohlasangiz kodda ochiladi, xohlasangiz kalitda ochishingiz mumkin. Buni sababi xonadonning xavfsizligini yanada ham kuchaytirish. Eshikdan kirganingizda o'ng qo'lingizda birinchi bo'lib mana bunaqa podsvetkali katta boshingizdan oyog'ingizgacha ko'rsatadigan oyna qo'yganmiz va albatta uni to'g'risiga push shkaf qo'yganmiz. Bu yerga bemalol palto, oyoq kiyimlaringizni qo'ysangiz bo'ladi, hammasi sig'adi. Uni yoniga shundoq kirishingiz bilan sanuzol joylashgan. E'tibor bering. Butun devorimiz oq rangda va Crusher'ning MDF dan foydalanganmiz. Bu dizaynni yana ham ochib bergan, estetik va chiroyli ko'rsatib bergan. Endi bo'lsa sanuzol ichiga kiramiz. Ushbu 42 kvadrat metrli uyimizning sanuzoliga $6000 pul ketgan desam ishonasizmi? Nimagaligini hozir tushuntirib beraman. Butun sanuzolga premium kачестводagi yevropeyskiy mahsulotlardan foydalanganmiz. Misol uchun, o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi, butun sanuzolda tilla rangidan foydalanilgan, kombinatsiya qilingan. Bu yana ham premiumlik darajasini bergan. Kafellarning hammasi import tovarlar hisoblanadi. Alohida e'tibor bering. Podsvetkali oyna qo'yilgan, graduslarni va soatni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Rakvina, osma unitaz, mexanizmlari devorning ichiga qo'yilgan. Undan tashqari unitazning tepasiga shkaf qo'yilgan. Bu yerga bemalol sochiqlaringizni taxlasangiz bo'ladi. Va albatta minimalizmdan foydalangan holatda biz dush kabina qilganmiz. Dush kabinaning ichiga ham premium sifatdagi eng yaxshi smesisiz joylashtirilgan. U ham tilla rangda va albatta shampun va boshqa buyumlarni qo'yish uchun polka ham qoldirib ketilgan. Ko'pchilik ustalar e'tibor bermaydigan jihatga biz zo'r yechim qilganmiz, ya'ni uklonga. Agarda uklon to'g'ri bo'lmaydigan bo'lsa, u yerda suv to'planib qolib, sizni jig'ingizga tegishi mumkin. Biz qilgan yechimda bo'ladigan bo'lsa, umuman suv to'planmaydi. Endi bo'lsa navbat spalniga. Ko'rsangiz bo'ladi, kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham minimalizmdan foydalanganmiz va albatta devorlariga Crusher'ning MDF dan oq bilan korичневый rangga kombinatsiya qilganmiz. O'zingiz ko'rsangiz bo'ladi, juda ham kompaktniy va udobniy bo'lgan. Eng qizig'i bu yerda podsvetkalari ham qo'yib o'tib ketilgan. Shundoq kirganingizda bu yerga komod zonasiga biz push shkaf qo'yib berganmiz va podsvetkali oyna qo'yib berganmiz. Ayollarimiz sevadigan. Va albatta двухспальный кровать va matras ham. Bu yerdan siz bemalol balkonga chiqsangiz bo'ladi va tabiatni tomosha qilib, divan kreslo qo'yib bemalol choy ichib o'tirsangiz bo'ladi. Balkonga chiqadigan xona va xonani havosini almashtirishga bemalol kattagina oyna qo'yib berganmiz. Va albatta bu yerga alohida o'zini kompaktniy, minimalizmdan foydalanilgan juda ham качественный shkaf qo'yib berganmiz. Oynali hamma kiyimlaringiz ichida ko'rinib turadi, podsvetkali shkaf. Podsvetkali shkaf qo'yib berganmiz. Minimalizm juda ham chiroyli ko'rinadi va bogatiy tus beradi. Yana bitta e'tibor beradigan jihati, har bitta xonada o'zini manaqa klimat datchiklari qo'yilgan. Bundan siz bemalol klimat kontrol, konnektor va теплый polni boshqarsangiz bo'ladi. Har birida alohida datchik qo'yilgan va albatta включателiga e'tibor bering. Sensorli включатель juda ham udobniy va stilli ko'rinadi. Juda ham sifatli bo'ladi, ham qimmat. Shu uchun ham uyda ham ko'rmaysiz. Endi bo'lsa zalga chiqamiz. Ko'rsangiz bo'ladi, bu yoqda birinchi bo'lib devorga e'tibor berasiz. Devorimizga qimmatbaho toshdan ishlatganmiz. Uni atrofiga bo'ladigan bo'lsa Crusher'ning MDF ishlatilgan, juda ham kompakt. Bu yerda bo'lsa bemalol oila davrasida yoki mehmonlarni kutib o'tirsangiz bo'ladi. Kengina shinam qilib ishlangan. Endi bo'ladigan bo'lsa bu burchagimizga stilaj qilib berganmiz mebeldan. Bu yoqqa bemalol kitoblar, ko'rayotganingizdek vazalar va boshqa buyumlarni qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa TV zona, katta 75 tali Hoffman televizordan qo'yib, uni tagiga osma podstavka qo'yib berganmiz. Endi bo'lsa oshxonamizga keladigan bo'lsak, bu yerda bizda studiya formatda qurilganligi sababli biz klientimizga mana bunday razdvijnoy eshiklarni taklif qilganmiz. To'g'ri boshida qarshi bo'lganlar, lekin hozir juda ham xursandlar, chunki buni devor ichiga tiqib berganimiz uchun uyga umuman xalaqit bermaydi. Eng muhim bo'ladigan bo'lsa, oshxonadagi hidni tashqariga chiqarmaydi. Endi oshxonaning ichiga kiramiz. Bu yerga stali birinchi bo'lib e'tibor beradigan narsamiz stolga. Bu kvarts toshdan foydalangan, bu eng qimmat tosh hisoblanadi. Bu qirilmaydi, chizilmaydi va sinmaydi. Buni ustida bemalol sabzi to'g'rasangiz ham bo'ladi, boshqa narsalarni kessangiz ham bo'ladi. Taxtakach sizga umuman kerak bo'lmaydi. Undan tashqari rakvina o'rnatib berganmiz. Bu yoqda filtrli suv tushiradigan joylarini qilib berganmiz va podsvetka qo'yib berganmiz. Ish stoli yana ham yorqinroq ko'rinishi uchun. Va albatta sensorli включателlar. Va hamma texnikamiz Hoffmandan. Bu yerga gaz plita qo'yib berganmiz. Bu yerga bo'ladigan bo'lsa посудомойка apparat. Bu ham Hoffman brendidan qo'yib berganmiz. Mebelimiz polni Crusher'ning MDF dan qilingan. Bu shkafga bo'ladigan bo'lsa, biz hamma isitish moslamalarini, isitish texnikalarini qo'yib berganmiz. Xo'p, endi bu qismga o'tadigan bo'lsak, bu qismga biz skrytli eshik qilib, albatta xolodilnikni joylab berganmiz. O'zingiz ko'rishingiz bo'ladi.
Xolodilnik ham shunaqa zo'r joylashganki, umuman uyga xalaqit bermaydi. Ya'ni oshxonada ortiqcha burchak bo'lmaydi. Yurishingizga umuman xalaqit bermaydi va bu yerga albatta mikrovolnovый pech va ya'ni duxovka. Va albatta oshxonaga udobniy va komfortli bo'lish uchun теплый pol va uni ustiga glyansoviy kafel ishlatilgan. Bu yoqdan balkonga chiqamiz. Balkonni ham biz zo'r yechim qilib berganmiz. Bu oddiy shkaf emas. Ko'rsangiz bo'ladi, bu yoqqa biz konditsioner agregatini joylab berganmiz. Ya'ni uyga ham, balkonga ham umuman xalaqit bermaydi. Bu yoqqa keling. Avval konditsioner agregati mana bu yerda turgan bo'lgan. Biz bu yerdan olib tashladik, kafellarni boshqatdan qildik va bu yoqqa bemalol yumshoq mebel qo'yib dam olib o'tirib bo'ladigan joy qilib berganmiz. Kengina joy bo'lgan. Shu kvartiramizning remontiga $50 ming sarflangan. Bu summalarni eshitib ham qanchalik premium darajadagi mahsulotlarni ishlatganimizni bilib olsangiz bo'ladi. Agar sizga ham xuddi shunaqa premium xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, South Building jamoasiga murojaat qiling.